Instagram. To'yda mikrofon talashgan Shohjahon Jo'rayev. Rafiqasiga qimmatbaho avtomobil sovg'a qilgan Hamdam Sobirov. Lolaning Toshkentdagi xonadoniga sayohat. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Eng so'nggi va eng tezkor yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib keting. Sizni qiziqtirgan savollarning barchasiga javob faqat bizning kanalda. Jahon va o'zbek shou-biznesi vakillarining Instagram sahifasiga joylashtirgan qiziqarli foto va videolarini e'tiboringizga havola qilamiz. Vohidjon Isoqov yangi surati izohiga Umar Xayyomning she'rini yozib qoldirdi. Xonanda Lola qizi Ayushaning yordamida Toshkentdagi xonadonidan o'ziga xos video tayyorladi. Aktrisa Zuhra Soliyeva kuzatuvchilariga yangi suratlar bilan ko'rinish berdi. Asal Shodiyeva familiyadoshi hamkasbi Ra'no Shodiyeva bilan tushgan suratini sahifasiga joyladi. Aktrisa Oydin Yusupova sahifasiga yangi suratlarni joyladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Shohjahon Jo'rayev to'yda boshqa bir xonanda bilan mikrofon talashayotgani aks etgan video tarqaldi. Videoda Shohjahon xonandaning qo'lidan mikrofonni tortib olmoqchi bo'layotgani hamda unga otasining qo'shig'ini o'zi kuylashini aytayotganini ko'rishingiz mumkin. Shahzoda yosh o'tgan sari inson ishonuvchanlik xususiyatini yo'qota boshlashi haqida mulohaza yuritdi. Xonanda Hamdam Sobirov rafiqasi Marjona Sobirovaga tug'ilgan kuni munosabati bilan qimmatbaho avtomobil sovg'a qildi.